Oiladagi bepushtlikning 50% ga erkak kishi sababchi bo'ladi. Juda ham ko'pchilik oilalarda birinchi o'rinda farzandlik bo'layotgan bo'lsa, ayb ayoldan qidiriladi va hattoki yillab erkakdan hech qanday ayb qidirilmagan holatda ayolni doktor sarson qilib tekshirib yurishadi. Nimagadir ayolning ham shu paytgacha shikoyati bo'lmagan. Nimaga erkak tekshirilmaydi desa, menda hammasi normal, hech qanaqa shikoyatim yo'q deydi. Ayolda ham yo'q-ku. Lekin nimagadir oilaviy mentalitet yoki boshqa narsa bilan bog'langan holatda faqatgina ayol tekshiriladi. Xo'sh, erkak kishida birinchi bo'lib nimalarni tekshirish kerak agar oilada farzandlik bo'layotgan bo'lsa? Xo'sh, birinchi o'rinda shifokor ko'rigi kerak bo'ladi. Ya'ni siz urologga murojaat qilishingiz, sizdagi hayot tarzingizni o'rganishi, savollarni berishi, qanaqadir infeksion kasalliklar, turli xil operatsiyalar o'tkazganmisiz, yo'qmi? Bularni to'liq o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu spermogramma tekshiruvi. Spermogrammani o'z o'rnida to'g'ri topshirganingizda undagi holat, o'zgarishlar, kamchilik va normasini ko'rib chiqishi, tahlil qilish kerak bo'ladi. Agar sizda spermogrammangizda qanaqadir o'zgarishlar aniqlanadigan bo'lsa, shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, chuqur tekshiruvlar, ya'ni sizdagi gormonal tekshiruvlar, moyakning holati, varikotseli kasalligi bor yoki yo'qligi, DNK fragmentatsiyasi, MAR test va turli xil infeksiyalarni tekshirish kerak bo'ladi. Bu tekshiruvlar aynan chuqur tekshiruvlar hisoblanadi va kerak bo'lgandagina, ko'rsatma bo'lgandagina tekshiriladi. Va bundan tashqari hayot tarzini o'rganish, zararli odatlari bormi, yo'qmi, ortiqcha vazn va tananing tuzilishiga qarab turib yoki qanaqadir genetik o'zgarishlarga shubha bor yoki yo'qligi tekshiriladi. Va bu narsani e'tiborga olish kerak, oilada ikkala juftlik ham birday tekshiruvdan o'tish kerak, chunki aynan oilaning bitta a'zosiga aybni to'nkab qo'yish kerak emas. Ya'ni ayol o'z o'rnida ginekolog maslahati, erkak o'z o'rnida urolog maslahatlari va tekshiruvlardan o'tish kerak va muammoni aniqlab o'z vaqtida yechim topish mumkin. Shunday ekan, agar sizda farzandlik bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda erkak kishini tekshirishni tavsiya qilaman, chunki erkak kishining ishi juda ham tez bitadi. Ya'ni undagi muammo bo'lsa, juda ham tez aniqlash mumkin va o'z vaqtida yechim qilish mumkin. Shunday ekan, hurmatli erkaklar, oilangizda farzandlik yoki sizda o'sha farzandlik muammosi kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling va biz sizga albatta yordam beramiz.